Nosir, evet to'xta. Bo'ldi, hozir muhokama qilmayman. Nosir, sen kimni bilasan? Bobur akam g'alati o'tiribdi. Razim. Ana akam chatin ovozini berdi. Ha, bezdiki. Bobur aka, sen kimga berding? Bola o'ylab. Menga berib bo'ldi. Bermadi-da deb o'ylayapman. Hamma kutishini berganlar. Berganlar mana mol oldi, bu sen olding, bu o'zi Hasanboy sen cho'ta indin o'tiribsan. Hasanboydek navasida o'tiribdi. Hasanboy. Просто moya ko'z o'ynashni bilasanmi desam, bilaman lekin indamay. ketar mahalliga beraverarsan-a? Ya, men baribir Bobur akamga berdim. Bobur aka bir qiling. Xo'p, bezor. Bobur aka 2 qiling. Bobur aka. Sen kimni bilasan? Dilshod 2 qil. Hasanboy. Sen? Men Hasanboy. Menga badmi? Menmi? Ha. Ikkitalikni urayman. Sen asli o'ylan-da. Ikkitalik bo'lsa sendan chiqib ketadi. Muammo yo'q, 3 ta qilaveraman, muammo yo'q. Bobur aka ham bo'pti ekan. Hasanboy. 3 ta bo'p. Bitta qil. Endi Ma'lumbek. Ma'lumbek. Bobur aka. Uchta qil. Voy, ochmay. 4ta bo'ldi. 4ta bo'ldi. 4ta bo'ldi. O'zingiz o'qing. Bo'ldi. Hozir 4 ta ovoz bilan Bobur akam o'ziga 30 sekund vaqt aka oxlasangiz bo'lmasam chiqib ketasiz. Mana yumolatib yuboramiz. Men Ma'lumbek deb turibman. Ma'lumbek deb turib, oxiri Ma'lumbek yana meni urdi-da. Yana meni urdi-da. Bugun 3 ta bo'lmasin meni urdi. Bu maslak, bu ham urardi. Buni o'ylamadim, bunga o'xshamadi. Hasanboyga meni otdi, Hasanboy. Bola meni otdi yana. Meni bitta tutib qo'ysa, mana bunga aniq meni bosib qo'yadi. Bo'ldi, aka, bo'ldi. Xo'p, ovoz, aka, ovoz. Ovoz berganlar, kimlar o'zgartishini.